Dostlar, yaxshimizlar? Bugun sizlarga hammamizga tunishliq bo'lgan ko'k yong'oqning shifoliq roli haqida so'zlaymiz. Ko'k yong'oq, ya'ni yong'oq Janubiy Shinjongning hamma joylarida o'stiriladi. Uning dorilik uchun megizi, ko'k po'sti va yumron not shoxlari ishlatiladi. Megizning ta'mi tatliq, tabiiy issiqqa moyil, zaharsiz, börekni quvvatlash, uchayni namlashtirish roliga ega. Tövəndə biz har xil kasallarga ishlatilish usulini deb o'tamiz. Badan ojizligiga, so'zilma xarakterli qon yalliqiga, yutilib demi siqilishga, qaziyatga, yong'oq megizdan to'sar, tatliq o'rik megizdan bir sar elib, suqib, xemirda qilib, buningga muvofiq miqdorda hasal va xom zanjibil suvi qo'shib, tekshi izib, kuniga 3 misqaldan 5 misqalgacha uxlash oldida yeyilsa, yuqorqi badan ojizligi va so'zilma xarakterli qon yalliqiga alohida manfaat qilgan. Yana suydik yo'llarga tosh paydo bo'lib qolish kasalligi uchun yong'oq megizi va navatning har biridan 2 sardan elib, oldi bilan yong'oqni qo'yib olgandan keyin navat qo'shib, yumshoq so'qib bir qatimda yeyilsa, suydik yo'llarga tosh paydo bo'lib qolishga shifo qiladi ekan. Ho'l yong'oqning postimi odatda shifo qiladi ekan, ya'ni tangisimon tamiratgan nerv xarakterli teri yalliqiga ho'l yong'oqning postini kuniga 3 qatimdan surib bersak, manfaat qiladi ekan.